Assalomu alaykum hamma dehqon akalar, charchamay eson-omonmisizlar? Bugun 7-aprel, mana hayit kuni ekilgan ko'chatlarimiz xudo xolasa mana shu holatda bo'lib qoldi. Bu oziqa olinganda ham berilgan. Biz vaqtimiz yo'q, bu yerlarga kelib qaramaymiz. Bu chek joyimiz. Ekamiz shu bo'yi ishlovi yo'q, mana o'tlar o'sib turibdi, ishlovi yo'q, bir marta ham chopiq bir narsa bo'lgani yo'q. Ekkanimiz bo'yi turibdi mana. Shu holatda mana ko'chatlarimiz bor, bexijolat. Kimga kerak bo'lsa, yildan keyin aloqa chiqsalar, ekish sirlarini o'rgatamiz. Qanday bo'ladi bu holatda mana akalar, bitta ham chopiq, mana chopiq qilganimiz yo'q. Bir ishlov berganimiz yo'q, faqat orasiga oziqa solganmiz. Oziqani qanaqa tayyorlashni ko'rsatganman. Mana shu holatda ko'chatlarimiz yetishtirib turibmiz. Biz shu sohada necha yillardan beri ko'chat chiqarib sotamiz. Agrotexnikasini ham tushuntiramiz. Akalar bunday qilinglar, bunday bo'ladi deb aytamiz. Xohlaganlar qiladi, xohlamaganlar yo'q. Mana shu holatda bizning bolgarlarimiz eng kichigi haligi nima deydi? Biz o'zimiz ko'chat sotamiz, saragini sotamiz. Saragidan qolganlarini satrubka qilib, maydalarni olib kelib ekamiz. Mana kim ko'rsa bizdan Ne'matjondan ko'chat olib ketganlar bo'lsa, ko'ringlar. Sizlarniki qanday holat bo'ldi aytasizlar, xabarini beringlar. Mana shu holatda bolgarlarimiz bo'lib turibdi. 97lik 272 73 13. Kimga savollari bo'lsa, javobimiz bor, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha harakat qilib savol javob qilaveramiz akalar. Mana akalar, shu ko'chatlar mana shu holatda bir xilda yerda shanasini yozyapti. Mana shananing holati ko'pgina bor. Bular kech ko'chat, eng oxirgi sepilgan ko'chatning maydalari yana. Mana shu holatda mana yanvarga o'tib sepilganning oxirgisi, dekabrning oxiri, yanvarning boshida sepilgan ko'chatlar. Mana akalar, bizda bu yil nargi kapamda polno videolar chiqarganman. Mana shu holatda, mana akalar, shu holat bo'lsa, mana shu yanvarni boshi sepilgan bo'lsa, ko'rinyaptimi? Mana ko'chat qancha polvon bo'lsa ham, lekin shanalar endi yozishni boshladi. Mana endi akalar, bu tomonda bu dekabrning ko'chati bu ash maydasi, dekabrning ko'chatining maydasi. Mana bunda endi gullash holati bor endi bunga. Gulni xamakka tukayotgan holati bor mana. Demakki, bu yoshi ulug'roq ko'chat, baribir yoshiga qaraydi. Mana bu ko'chat mayda, undan ko'ra mayda edi, narkapadan ko'ra mayda edi. Bunda mana gullar ko'rinishni boshlagan. Уже xamak tugishni boshladi mana. Yosh kattaligi uchun mayda kilog bo'lgan. Yosh katta kilog bo'lganda yana katta kilogni holatini ham ko'rsataman. Mana bular уже xamak tugishni boshladi mana. Yoshi kattaligi uchun xamak tugishni boshladi. Mana shu holatda gullashni mana yoshi kattaligi uchun bitta, ikkita, uchta gulni, to'rtta gulni yozay deb turibdi mana. Shu holatda ko'chatlarimiz bo'lyapti.
biz ishlov bermaymiz. Agat olib, yakka agat qilib ekamiz. Ishlov bermaymiz. Mana yerni yaxshi boqamiz, chiroyli qilib. Mana shu holatda ko'chatlarimiz Xudo xolasa bo'ladi. Kimda kim agar menda ham shunaqa yer bor u eksam bunaqa bo'lmaydi desa, aloqa chiqsa aytamiz. Mana bu kappa, mana endi bu hammasidan qolgan eng mayda yaroqsiz ko'chatlar bular. Ekkanimizda mana bu ko'chat ko'ringlar. Mana shu ko'chat eng manaqa edi, eng pachag'i edi. Qolganlari mana shu holatda edi. Ko'chat eng pachag'i mana shu oraga tushgan. Mana bu katta kilogdan qolgan ko'chatlar mana. 5-10 ta 10lik kilogdan qolgan ko'chat bor bu yerda. Mana shu holatda ko'chatlarimiz bor. Mana bu ana endi o chekada yanvarni boshida sepilganni eng maydasi yana mana. Bir qator qilib ekib qo'ydik. Bu ham o'ta yoshi yetmagani uchun mana shanalari endi yozishni boshladi. Unuvi mana dekabrligi uchun bu amali yaxshi. Bu ham kichkina ko'chat bo'lgan, mana ekilgandan keyin katta bo'lgan. Mana shu holatda akalar ko'chatlarimiz yetilib turibdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga maslahatlar kerak bo'lsa, kimdan yana fikrlar bo'lsa aytib qo'yasizlar. Mana shu holatda dehqonchiliklarimiz bor. Nimaga bu dehqonni ko'chati yosh, orqada qolgan degan savollarga hammasi xamaglab bo'ldi men sotgan nimalar. Bu o'zimda oshgan ko'chatlar sotay desam birovlar olmaymiz. Bu mana bundoq ko'chat, buni qanday olamiz? Mana ekilganda mana bundoq kichkina ko'chat bo'lgan. Mana bugun 7-aprel bo'lsa, 7-aprelda mana shundoq ko'chatlar, mana shundan ortgan ko'chat eng katta ko'chat mana shu edi. Mana shu holatda hozir sizlarga tushuntirsam, olib kelib ekilgan ko'chat bilan ko'chatning farqini ko'rasizlar. Mana buni ekilganda mana shundoq ko'chat ekilgan. Mana hayit kuni mana shunday ekkan bo'lsak, mana shu ko'chat ekilgan bo'lsa, mana bugungi holatda mana ko'chat. Mana shu holatda dehqonchiligimiz bor akalar.